Tumanimiz markaziy shifoxonasidan atigi 1 kilometr uzoqlikdan qurilish uslubi jihatdan ko'pchilikning yoshligini eslatadigan juda ham chiroyli uy chiqib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz narxini ham bilib olasiz. Ushbu uyimiz 3 ta mahalla kesishmasida joylashgan. Bir tarafi boy mahalla, ikkinchi tarafi yong'oqli mahalla va uchinchi tarafi tepa mahalla. Aniq manzili esa Telegram kanalda. Endi hovlini ko'ramiz. Sotiladigan maydoni 6 sotix. Kadastr hujjatlari tayyor. Suv, svet, kanalizatsiya bor. Bu eshikdan u yoq tarafi esa sotilmaydi. Endi uy ichini ko'ramiz. Darvozaxona to'g'risida bitta xonamiz bor. O'ng qo'ldagi eshikdan ikkinchi qavatga chiqqanimizda koridor cho'pi pol qilingan. O'ng qo'lda mehmonxona, undan keyin bolalar xonasi, oxiri esa ichida sanuzol bilan spalnya. Sanuzol otopleniyaga isiydi. Aytgancha, agarda sizda ham sotiladigan uy joyingiz bo'lsa, menga obuna bo'lib aloqaga chiqing. Yaxshi narxda sotishga yordam beramiz. Podvalimizda 3 ta sklad uchun xona, keyin sanuzol bor. Birinchi xona bilan sanuzol cho'pli pol qilingan. Uyimizni joylashuv taraflama qulayligi 6-maktabgacha 1,2 kilometr, eng yaqin masjidgacha esa 1,4 kilometr. Narxiga kelsak $89,000 kelishadigan joyi bor. Jiddiy niyatda bo'lsangiz keling, ustida kelishamiz. Uy egalarining raqami doimgidek video ostida.